Bir necha ayning yaqi jarkob deb menga izchil xat yozayotgan tuqqanlarga mana bugun oxiri oilada qilishga mos keladigan eng qulay bo'lgan usulni keldim. Etish usulimi nayt oddiy bo'lib, bir qatimki o'zingiz cho'qim o'rganaysiz, samsugunish boshlari ketdi. Buningga avval yangi bo'lgan kala go'shtining cho'ng kishiligini gul olati to'g'rab tayyor qilib olamiz. Ondan 3 tal atrofidagi yangyuni bo'lsa, suratdagidek mana shunday yumiltib turib to'g'raymiz. Qozonga suv qo'yib, sovuq-sovuqda kala go'shtini solib, tuvoqni yepib bir qaynatamiz. Qaynaganda ko'pikchilarini cho'qim pokiz olat suzib etib, go'shtni suzib olib, qozonga oz miqdorda may qo'yib, keyindilla bir qo'shq atrofida oq shakar solib to'xtamay qo'ysak, mana shunday oq ko'pikchilari paydo bo'ladi. Orqadan kala go'shtini solib, birdan qorib, qizil rangga to'liq pishirib olib, to'g'rab tayyor qilib olgan piyozni solib, yana davomli 5-6 ni o'rib qo'yib olib, tuvandagidek xushpurak material tayyor qilamiz. Bajao, guipi, shavxushang va shangye tayyor qilamiz. Orqadan cho'ng ustamning lazjan qiyamidan 1,5 qo'shq atrofida solib, davomli aralashtirib o'rib qo'yamiz do'stlar. Cho'ng ustamning cho'nlig'iga oilada har qanday tomoq etgan vaqtda mush lazjan bir ishlatib qo'ygan rangi nihoyat yaxshi chiqadi. Mana bu holatda to'liq aralashtirib qo'yib olib, ustiga ko'proq miqdorda biroqla suv qo'yamiz. Tuvoqni yepib, qaynagandan keyin muvofiq miqdorda tuz, 1,5 qo'shq aqmish solib, yana tuvoqni yepib 40 minut atrofida dumlab, yangyuni solib, yana 15 minut atrofida dumlasaklar bizning nihoyat o'xshagan jarkob tayyor bo'ladi. Qachimizga avval yangyuni solamiz, ustiga qaynoq suv chilib olgan pintoza va kala go'shtlarni elib iste'mol qilsak bo'ladi do'stlar. Amsa oxirida cho'ng ustamning har xil tetit qo'llari va oshxona saymonlari lozim do'stlar. Davomli bevosita ko'rsatishim kirsanglar bo'ladi yoki ayrim xat yozsanglar bo'ladi. Filmlarim yoqtirib ko'rib, yuraklarni bosgan do'stlarga ko'pdan ko'p rahmat. Aman bo'lin do'stlar, kelar qatim ko'rishalik xayr xo'sh.